Üçüncü qism. Tug'ut onasidan biri bovoqni darhol Gulambarning yenidagi u necha oy sarf qilib gul kashlab chiqqan yo'gakka o'rabla darhol saroydan chiqib ketibdi. Yana bir tug'ut onasi darhol yangi tug'ilgan ishning kuchugidan birini ep kelib, boshqa bir yo'gakka o'rab Gulambarning yeniga yotqizibdi. Gulambar o'shiga kelgandan keyin bolasini ko'makchi bo'pti. Tug'ut onalari nihoyatda xavfchiroy holda. Hammamiz to'limi hayron qoldik, ham nihoyat qo'rqib ketdik, xonim. Siz mushu ishning kuchugini tug'dingiz. Bu gapni anglagan Gulambar ochiq bir kulibdi-da, yo'gakni echibdi. Yangi tug'ilgan ishning kuchugini ko'rib, cho'chib ketibdi. Bu qandoqmi mumkin bo'lsin? Bu mumkin emas. Sizlar darhol bolamni menga ko'rsatinglar. Menga bunday ig'ir chaqchaqni qilmanglar. Bizda bir begning xonimiga chaqchaqig'idek jur'at nima qilsin? Sizning tuqqaningiz mush ishning kuchiga tursa, bizda nima amal? Bu arada podshoh Gulambar haqida qanday xabar bo'lsa yetkazib turish uchun o'rinlashtirgan, lekin allaqachon o'ng qo'l vazirga setilib ketgan xos odamidan biri podshohning oldiga xabar yetkazishga beribdi. Choparman podshoh bilan ayrim ko'rishib. Ey podshohi olam, o'zlariga bir xabar ep keldim. Choparmanning chiroyidagi qo'rqinch va hodiqishni sezgan podshoh qattiq ajablanibdi. Qani darhol et, nemish bo'ldi? Bir qo'shiqimdan kassala aytay. Podshoh eg'ir bir xo'rsinib Choparmanga qarab debdi. Qiz tug'ildi, shundaqmi? Oliylari, Gulambar xonimning tuqqini rost. Lekin Nima lekin? Tilingni chaynamay ochiq et. lekin bu vaqt o'g'ilmi emas, qizmi emas. Nima? Qo'llari aytishga petinolmayman. Darhol et, zodi nemish bo'ldi? Gulambar xonim bir kuchuk tug'ibdi. Nima deding? Bu adabsiz. Podshoh shundoq degunicha Choparmanning kelini siqibdi. O'ng qo'l vazir darhol podshohni to'sib oldi. Ochiqlarga hoybasilar, oliylari, o'zlarini besib olsalar. G'azabdan esini yo'qotib qo'yay deb qolgan podshoh bezorlik bilan tarni turgan holda. Gulambarning kuchiga va dadisi bilan qo'shib o'rdidan haydab chiqaringlar. Ularni ko'ra ko'zim yo'q. Sizlar o'zlarini besib olsalar, oliylari, bu ish bilan korlari bo'lmasin. Bu ishni menga qo'yib bersinlar. Men o'zim hal qilib kelay. O'ng qo'l vazir saroyga kirib kelganda Gulambar chochlari chuvilib, chiroyi totirib, og'riq va ruhiy azobdan jasadga o'xshab qolganiga qaramay, tug'ut onalari bilan adab janglashayotgan ekan. Ikki insonning orasidan qandoqmi bir hayvon tug'ilsin? Bu qandoqmi aqlga sig'sin? Sizlar meni aldayapsizlar. Menga darhol bolamni qaytarib beringlar. Begim nerede? Bana begimni chaqirib beringlar. Begimga hammanglarni arz qilaman. Menga qilgan tuhmatinglar uchun u chuqum sizlarning adibinglarni berdi. Og'zingni yum. Xam xiyol aylig'ichi bo'lma. Kim seni bir kuchuk tug'sin debdi? Begim allaqachon bu ishdan xabar topdi. U aslida seni o'limga buyurgan edi. Biz yalvarib, sening arzimas jiningni saqlab qoldik, bilib otamsan. Hayat qolganiga shukr qilib, mavi kuchukni elib, darhol bu yerdan yo'qol. Begimdan seni ko'ra ko'z yo'q. Nim dedim? Men bu gaplaringga hargiz ishonmayman. Men begimning o'zi bilan ko'rishiman, o'zi bilan paranlashiman. Begim! Begim! Siz nerede begim? Bir yerdan beri begimning noz-ne'matlarini yeb tuqqan narsang bir kuchuk tursa, ha? Qaysi yuzing bilan begim bilan ko'rishmoqchisan? Og'zingni yop. Men bu ishni begimga deb chuqur aniqlab chiqaman. Gulambar shundoq deb vaqirab ishik tarafga qarab mangan ekan, o'ng qo'l vaziri darhol uni silkib tutib oldi.
Dal shu asnoda Gülambarning dadisi bu ishdan xabar tepib, yugurib kirib kelgan ekan. Bovay kirib, bo'layotgan ahvolni ko'rib g'azabga kelibdi va darhol kelib, o'ng qo'l vazirning yoqasiga esilibdi. Nima deb mening yangi tug'utliq qizimni silkishlab yuriysan? Bunda qildiganga sening nima hadding? O'tib bora va qeri. Sen nimani bilading? O'ng qo'l vazir shundoq deginicha Bovayni qattiq kuchab ishtirgan ekan. Bovay santurilib berib saroyning bir to'rikiga usib yiqilibdi. Gülambar "Dada!" deb to'lig'inicha yugurib berib dadisining ustiga tashlanibdi. Bosh ko'zi qonga bo'yalgan Bovay qiziga mehrlik bir qaragandan keyin qizining quchqida asta ko'z yumibdi. O'ng qo'l vaziri atrofidagi odamlar bilan birlikda kuchukni Gülambarga ko'tirgizib zo'rlig'inicha saroydan haydab chiqaribdi. O'zining naqadar yegona, naqadar chorasiz ekanligini his qilgan Gülambar dadisining jasdigimi ega bo'lolmay, yomg'irdak yoshlarini to'kib, bir besib, ikki besib o'rdi darvozasidan chiqibdi. U o'rdidan chiqib ketayotganda so'l qo'l vazirning yaqin do'sti Sardorbek o'rdiga kirib kelayotgan ekan. Shunchalar sulg'un va parishon holda chiqib ketayotgan bu qizni ko'rgan Sardorbek qattiq ajablanibdi va o'rdiga kirmasdan qizining kaynidan menibdi. Yerdan beshini ko'tirmay manzilsiz holda ketayotgan Gülambar jonsiz qadamlar bilan odamlar oz bir ko'chaga kelganda Sardorbek uning yetishib kelibdi. To'xtab turing qizchaq. Sizga biror ish bo'ldimi? Nemisini aytday. Essammo, baribir menga hech kim yordam qilolmaydi. Halimni so'rag'anlarga rahmat. Avor bo'lmasala. To'xtang. Men qara. Men so'l qo'l vazirining yaqin birodari Sardorbek bo'laman. Beshingizga nima ish kelgan bo'lsa, menga ayting. Sizga ozroq bo'lsa-mu yordamim tegib qolsa ajab emas. Yordam qilolmaydilar begim. Menga hech kim yordam qilolmaydi. Gülambar shundoq deginicha teximi esa deb yig'lab ketibdi. Gülambar yo'lini davomlashtirmoqchi bo'lgan ekan, bir ikki qadam menatli hoshidan ketib yiqilibdi. U hoshiga kelib ko'zni ochganda o'zini to'limi chiroyli bir hujurda ko'ribdi. Atrofida 2-3 qiz uning holidan xabar olish uchun tayyor turgan ekan. Ajablangan Gülambar asta beshini ko'tirib o'rnidan turibdi. Bu qayi. Men qanday qilib bu yerga kelib qoldim? Bu Sardorbekning sariyi. Biz hozirli begimga xabar beraylik. Ular shundoq deyotganda Sardorbek kirib ketdi. Hoshingizga kelibsiz-da. Voy, o'rningizdan turyapsiz-ku. Hay, darhol yetib oling, darhol yetib oling. Bakla ojizlab ketibsiz. O'zlariga ko'pdan ko'p rahmat begim. Men yaxshi bo'lib qoldim. Men chiqay. Beshingizga nima dard kelganligini menga aytib bermay turib, ketishingizga yo'l qo'yolmayman. Qizlar chiqib ketgandan keyin Sardorbek Gülambarni yo'lab o'ltirg'izibdi, ondan mehribonlik bilan tikilib turib. Ism sharifingizni bilsam bo'lamdi. Ismim Gülambar. Nima? Gülambar? Shundoq. Begim, ajab hayron qoldilar-ku. Bu ism menga ajab tonish bilindi. Qani, siz menga tortinmay, beshingizga nima kun kelganligini deb bering. Qanday gap bo'lsa, anglashga tayyorman. Gülambar yig'lab o'ltirib, 1 yil ilgari dadisining og'rib qolganligidan boshlab, beshidan o'tgan hikoyasini qisqacha qilib so'zlab beribdi. Bu hikoyani anglagan Sardorbek taajjublangan holda darhol o'rnidan turibdi va Gülambarga mundaq debdi. Gülambar, sizning hozir salomatligingiz yaxshi emas. Mening sarayimni o'z uyingizda ko'rib, xotirjam aramayib turing. Men darhol o'rniga kirib chiqay. Qaytgandan keyin sizga aytib beradigan gaplarim bor. Hech bo'lmasa, balangizning izderigini qilib chiqaman. Sardorbek Gülambarni saroyda turib turishga tasdiq qoyil qilib, o'zi chiqib ketibdi. Sardorbek so'l qo'l vazirining saroyiga kirib kelganda, so'l qo'l vazirmi bu ishlardan xabar tepib, nima qilarini bilolmay turgan ekan. Ikki do'st quchoqlashib ko'rishgandan keyin Sardorbek so'rabdi.
yuz bergan ishlardan xabaringiz bormi, birodarim? Ha. Texi, bayatın bildim. Ko'nglim shundoq bearam bo'ldi. Bechora qiz nada sarson bo'lib yuradigan-da. O qizning borar joyimi yo'q. Haras. Siz bir xabar egaladingizmi? Gülember mening sarayimda. Ha? Nima deydigansiz do'stim? Rastlawatamsiz? Ras. Sardar bek bo'lgan ishlarni so'zlab beribdi. Hanim bo'lsa, sizga yo'liqibdi. Ko'nglim xeli xotirjam bo'lib qoldi. Lekin bu zodi qandaq ish? Acaba o'ng qo'l vazir Gumoningiz to'g'ri do'stim. Bu cho'qim o'ng qo'l vazirning o'ynagan o'yini. Men uni bunchalik zarxandili qila deb o'ylamabdiman. O'ylasam, hozirmi aqlimdan o'tmaydi. Biroq qo'limizda isbot yo'q. Podshohga hech narsa deyamaymiz-da. qaraganda Gülemberning bir o'g'il tuqqanligi aniq. Shundaq bo'lgan ekan, u podshohning ko'rgan tushining reallikka aylandiganligi haqiqat bo'lsa kerak. Undaqda Gülemberning o'g'li cho'qim hayot. Hozir Gülember uchun eng tasalli bo'la oladiganimi mushu? Biz o'ng qo'l vazirni cho'chitib qo'ymasdan bolaning izderigini qilaylik. Durust aytdingiz do'stim. Bo'ladi. Shunday qilaylik. Hurmatlik anglarman. Sardarbek bilan so'l qo'l vazir bolaning izderikini qilg'ashtirsin. Biz bolani ko'tirib elib ketgan Tug'ut onasining kaynidan berib baqaylik. Tug'ut onasi shahzodini eliqi chiroyli yo'gakka yo'gab, hech kimga ko'rinmay o'rdidan chiqqandan keyin shahardimi to'xtamasdan yo'l yuribdi. Shahardan chiqib yezi qishloqlarni orlab o'rmonlikqa kiribdi. U xilvat o'rmonlikni orlab ketayotganda yavoyi yirtqich hayvonlarning vahimalik ovozlarini anglab ko'ngliga qattiq qo'rqinish tushibdi. Shunga teximi ishkirilab kirishga jur'at qilolmay, bu vaqtni cho'ng bir daraxtning tugiga yotqizib qo'yib orqaga yenibdi. U bu vaqtdan ancha ko'p yiroqlamay turibla, echirqab ketgan bir yo'lbosqa yo'liqib qoldi. Qog'inini tasavvur qilish qiyin emas. Balkim bu uning qilgan yomonliklarining jazosi bo'lsa kerak. Bu vaqt tugiga tashlab qo'yilgan daraxtning ustida cho'ng bir qush o'ltirgan ekan. Qush yangi tug'ilgan bovoqning hidini oldi-da, hayvat bilan uchib tushib, yo'gak bilan qo'shib bovoqni qamallab osmonga ko'tarilibdi.